بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli ustozlar va qarindoshlar bugungi tafsir darsimiz Ali İmran surasi 109 oyatdan 116 oyatgacha A'udhu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون Yuqorida tilovat qilingan oyatlarning qisqacha tarjimasi osmon zimindagi narsalarning hammasi igdorchilik jihatda yaratish va ishlarni tadbir qilish boshqarish jihatda yolg'iz bir Allohningdir. Barliq maxluqotlarning ishlari Allohning tarafiga qaytidi. Alloh subhanahu va taolo har bir mukallafga ularningki qilmishiga qarata haqli bo'lgan jazo mukofotni beradi. Ey Muhammad alayhisalomning ummati, sizlar insonlar uchun Alloh tarafdan chiqarilgan ummatlarning eng yaxshisi bo'ldinglar. Ya'ni sizlarningki Allohga bo'lgan iymoninglarda va qilgan yaxshi amallaringlarda sizlar butun insonlarning orasidagi eng yaxshi ummat bo'ldinglar. Ya'ni insonlarning orasida insonlarga bak manfaat yetkazadigan, ularni shariat va aql go'zal deb qaragan, xayrlik yaxshi ishlarga buyuradigan, shariat cheklagan va aql qabih nachar deb qaragan munkar ishlardan cheklaydigan shundoq bir yaxshi ummat bo'ldinglar. Sizlar yana Allohga keskin ishonishlar va bu ishonchinglarni qilgan amaliy harakatinglar bilan isbotlaysizlar. Agar ahli kitobdan bo'lgan Yahudi nasoralar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymon etgan bo'lsa, bu apkagan vahiyga ishongan bo'lsa-edi, albatta bu ular uchun dunyo oxiratda yaxshi bo'ladi. Ahli kitobdan ozgina kishilar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam apkagan haq dinga ishonadi, iymon etadi, payg'ambar alayhisalomga ergashadi. Amma ahli kitobning eng ko'p qismi Allohning shariatidan, Allohning dinidan chiqib ketguchidir. Ular har qancha dushmanlik qilsin sizlarga faqat dininglarda yoki jininglar tarafdan hech qanday ziyon yetkazmaydi. Faqat bular tili bilan bir aziyat yetkazishi mumkin. Ya'ni dininglarga ta'ni qilish va sizlarni zangli qilish qatorliq bir og'zaki tarafdan aziyat yetkazishi mumkin. Ammo amaliy diniy tarafdan yoki sizlarning mol-mulkinglar, hayotinglar tarafdan sizlarga hargizmi aziyat yetkazmaydi. Agar sizlar ular qarshi urush qilib qolsanglar, keyniga o'rilib qochidi. Duribat alayhimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablin minallohi va hablin minan nasi va ba'u bighadabin minallohi va duribat alayhimul maskana ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون Yahudilarni har qanday yerda bo'lsa, xorliq va pastlik ularni qurshab tug'uchidir. Ular har qanday yerda tepilsa, xorliq ular bilan billa. Ular faqat Allohningki va insonlar bilan bo'lgan kelishim, ahdi misoq ichida bo'lsa, xotirjam yashay oladi. Bo'lmasa, ular xotirjam yashay olmaydi. Bular Alloh tarafdan bo'lgan bir g'azab bilan qaytdi. Ularning ustiga doim hojatmanlik, miskinlik, kambag'allikning alomatlari qilindi. U nima uchun desa, ularningki Allohning oyatlariga kafir bo'lganlikninki va payg'ambarlarni zulm qilib haqsiz o'tganlikning sababidan va shundaqla ularningki osiyligi va Allohning belgilamasidan o'tib ketganligi, tajovuzchiligingki sababidan bo'lgan. Laysu sawa min ahlil kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun
يسارعون ليؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Allah subhanahu wa ta'ala ahli kitobdan ya'ni Yahudi nasaralardan bo'lgan kishilarning ko'pchiligining ahvolini bayon qilib bo'lgan vaqtida ulardan bo'lgan az bir jamoatning holini bayon qilib berdi. Ya'ni bu az bir turkum kishilar haqning ustida mustahkam turadigan shunday kishilardir. Allah shunday deydi, ahli kitoblar hammasining ahvoli o'xshash bir xil holatda emas, balki ularning orasidami az bir qism kishilar bor. Bular Allohning dinida ravrus turadi, Allohning diniga amal qiladi, Allohning buyrug'ini ijro qiladi, cheklimlardan yanadi. Bular kechining soatlarida, ya'ni kechida qo'pab Allohga ibodat qiladi, Allohning oyatlarini tilovat qiladi, Alloh uchun namoz o'qiydi. Bu bir jamoat Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber qilib avatilishdan ilgirmi shundaq az sondagi haqiqiy tavhid ustidagi bir bo'lik kishilar bor edi. Hamda shularning orasidan har qanday bir odam payg'ambar alayhisalom payg'ambar qilib avatilgandan keyin hayot bo'lsa va payg'ambarimiz sallallohu alayhi ve sellemga iymon etsa, bu ko'plab ajrga erishadi. Yani bu kishilar nayt keskin şekilde Allah'a işinidi, ahiret günüge işinidi. Bular hayriyat işlariga, ma'ruf yaxshilik ishlariga buyuriydi, munkar ishlardan, yomon ishlardan cheklaydi. Bular yaxshi amallarni qilishga oldiraydi va taat ibodat vaqtlarini g'animat bilib, har amal ibodatlarni to'liq o'z ko'rsatmasi bo'yicha ijro qiladi. Mushu sifat bilan sifatlangan shu kishilar bo'lsa, niyatlari va amallarni to'g'ri qilgan Allohninki samimiy bandalaridandir. Ular yaxshilikdan az qilsin yoki ko'p qilsin, har qanday bir yaxshilikni qiladi ekan, ularning qilgan yaxshiligininki savobi hargizmi zoya bo'lib ketmaydi va u yaxshilikning ajr savobi kamib ketmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zining buyrug'iga bo'ysungan, cheklamalardan yiroq bo'lgan haqiqiy taqvodor kishilarni nayt yaxshi bilguchidir. Alloh subhanahu va taologa ularning qilgan amallaridan hech bir narsa maxfiy qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo ularni shu qilgan amallariga yarasha jazo mukofotlaydi. Yuqorqi oyatdan ilinadigan foydalar: birinchisi, mushu ummatning butun insonlarning orasidan, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamningki ummatiningki yaxshiligi farqlanib turadigan ish qaysi desa, ular Allohga, Allohning rasuliga iymon etgandan keyin kishilarni yaxshilikka buyuriydi, yomonlikdan to'sidi. Mana bu Muhammad alayhisalomning ummatiningki bir alohidligi. Alloh subhanahu va taolo ahli kitobga xorliqni hukm qilyapti deydi. Nima uchun? Chunki ularning fosiq bo'lganligi, Allohning taatidan chiqqanligi, Allohning dinidan yuz o'rganligi, Allohga bergan ahdi misoqqa vafo qilmaganligi sababidan Alloh ularning ustiga xorliqni bityapti. Yana bir foydasi, ahli kitoblarning hammasi, ya'ni Yahudi nasaralarning hammasi bir xil holatda emas. Ularning orasida Allohning buyrug'ini turg'izadigan, Allohning diniga agishadigan, Allohning chek-chegara belgilimlarda to'xtaydigan shunday kishilar bor. Ular uchun katta ajr savob bo'ladi. Bu kishilar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib avatilishdan burunmi oz sondagi haqiqiy tavhid ahli bo'lgan kishilar yashagan. Alloh subhanahu va taolo hammamizni oxirgi hayotimizgacha tavhid ustida mustahkam qilsin, sog'lom aqidada qilsin, har bir amalimizni Qur'on hadisga uyg'un holatda qilishga muyassar qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.